Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun erkak kishining eng nozik a'zosi moyaklar haqida gaplashamiz. Aynan moyak sohasidagi og'riqlar bo'yicha. Birinchi sababini hamma biladi. Moyakka kimdir tepsa, aytaylik ko'p tok tegsa yoki velosipeddan yiqilsa, qanaqadir travmalar, jarohatlar, avtohalokatlar yoki o'rtog'i hazillashib qisishi, aniq travma, jarohat yetkazish hisobidan og'riq. Buni hamma biladi. Bunaqa holatlarda kutmasdan ekstrenli shoshilinch больницаga murojaat qilish kerak. Moyakni qolgan og'riqlari rejali ravishda davolanadi. Davolash uchun birinchi nima sababdan og'riq vujudga kelyapti? Shuni sababini topish kerak. Yoshlarda ko'pincha moyak o'zi o'q atrofida buralib qolishi, perikrut kasalligidir. Keyingisi urug' dimlanishi yoki prostata dimlanish holatlarida yallig'lanish bilan bog'liq muammolarda moyak sohasida og'riqlar, diskomfortliklar, tortilishlar vujudga keladi. Keyingisi tug'ma yoki hayot davomida paydo bo'lgan varikosellik kasalligi hisobidan moyakka og'riq paydo bo'ladi. Varikosellikning birinchi, ikkinchi darajalari odatda hech qanday og'riq bermaydi, bemorni hech qanaqa bezovta qilmaydi. Faqat shu bepushtlik, jinsiy zaiflik, lekin moyakka og'riq bo'lmaydi. Faqat 3-darajalar yoki 4-katta darajalarida moyak sohasida og'riqlar vujudga keladi. Keyingisi chov yorg'oq churalari yoki chov churalari, paxvi girja deb ataladi. Bunda qorin parda moyak sohasiga tushish hisobidan moyakka siqilish, og'riq hissiyotini beradi. Keyingisi moyakda suv yig'ilishi. Moyakda suv yig'ilishi 10 tadan 9 ta bemorda hech qanday og'riq, bezovtalik bermaydi. Ayrim hollarda moyakka og'riq beradi. Keyingisi moyak ortig'idagi kistalar. Moyak ortig'ida kista bo'ladigan bo'lsa, u og'riq bersa, jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Ko'pchilikda moyakda kista bor, aytaylik 5 mmlik kista. Og'riq bersa olinadi, lekin kista 2 sm bo'lsa ham og'riq bermasa, uni jarrohlik yo'li bilan operatsiya qilish shart emas. Keyingisi kriptorxizm kasalligi. Moyak qorin bo'shlig'ida yoki chov kanalida bo'ladigan bo'lsa, ayrim holatlarda og'riq berishi mumkin. Kriptorxizm kasalligida moyak o'z joyida, yorg'oqda bo'lmaydi, aksincha tepada, chov kanalida, qorinda yoki teparog'da boshqa joyda bo'lishi mumkin. Keyingisi moyaklardagi orxid, arxiepididimit kabi yallig'lanish kasalliklari. Buni belgisi moyaklar qizarib, insonga temperatura berib, hajmi kattalashib, shishib, bezovtachilik og'riq juda kuchli bo'ladi. Agar moyak tepaga ko'tarilsa, bu og'riq tezda kamayadi. Shundan ayirib olsa bo'ladi. Mana misol uchun perikrut, ya'ni moyak o'z o'q atrofida o'ralib qoldi. Ikkinchi bemorda esa moyak kuchli yallig'landi. Aytaylik epididemik yoki orxid kasalligi bilan keldi. Ikkalasida ham klinika deyarli o'xshash, qizarish, qorayishlar, moyak sohasidagi og'riqlar bo'ladi. Shundoq moyagini tepaga ko'targanda og'riq yo'qolsa, bu yallig'lanish kasalliklari, u agar o'zgarmasa og'riq, bu moyak o'z o'q atrofida o'ralib qolganini belgisi. To'liq tashxisni ultratovush tekshiruvi, UZI Doppler tekshiruvi qo'yib beradi. Bunda moyakdagi qon aylanish va moyak sohalari baholanadi. Keyingisi ko'p uchraydigan brutsilloz kasalligi. Brutsilloz kasalligi moyaklarda kuchli og'riq beradi. Urug' yo'llarini toraytiradi. Sperma chiqish miqdori kamayadi. Bora-bora urug' chiqmaslik holatiga ham kelishi mumkin. Unga sabab urug' yo'llari yopilib, berkilib qoladi. Agar bel sohasida osteoxondroz, nerv qisilishlari yoki qo'shimcha qandaydir revmatologik kasalliklar bo'ladigan bo'lsa yoki disk churalar aniqlanadigan bo'lsa, bu ham moyakka og'riq beradi. Moyakka og'riq sindromini bunday turida bemorlar tikka turganda kunning ikkinchi yarmida og'riq paydo bo'lyapti. Yotsam og'riq yo'qoladi deb murojaat qilib keladi. Keyingisi jinsiy yo'llar orqali yuquvchi xavfli kasalliklar. Jinsiy yo'ldan, begona yo'ldan infeksiya organizmga tushgandan keyin moyaklarni, urug' yo'llarini kuchli jarohatlaydi, yallig'lantiradi. Hattoki spermatogeniz buzilishigacha olib kelishi mumkin. Keyingisi eng yomon oqibatlardan biri moyakda xavfli o'smalar paydo bo'lishi. Seminoma deb yuritiladi. Bunda moyak shundoq qo'l bilan ushlanganda qattiq, toshday bo'lib turadi. Konsistensiyasi juda qattiq bo'ladi. Moyakka og'riq beradi ko'p holatlarda. Keyingisi operatsiya asoratlari. Turli xildagi chov sohasida, moyak sohasida jarrohlik amaliyotlari o'tkazgan bo'lsa, chandiqlanish jarayonlaridan keyin moyakka og'riq sindromi rivojlanishi mumkin. Chet elda, Yevropada yoki oddiy Rossiyada moyak og'riqlari bilan ko'proq neyrourolog mutaxassislari shug'ullanadi. Bizning mamlakatimizda bunaqa mutaxassislar yo'qligi sababli asosan og'riq bo'yicha nevropatolog vrachlar va urolog shifokorlar, androlog shifokorlar moyakdagi og'riq bilan shug'ullanadi. Moyak to'satdan kuchli og'riq beradigan bo'lsa, shoshilinch ravishda o'zlaringizga yaqin shahar, tuman yoki respublika ixtisoslashtirilgan
tez yordam shifoxonalariga murojaat qilish kerak. Keyingisi prostata bezini o'tkir yoki surunkali yallig'lanish kasalliklari yoki surunkali chanoq og'rig'ida ham moyak sohasida og'riqlar bo'ladi. Xalqimiz orasida siydik tosh kasalligi yoki buyragidan tosh ko'chibdi degan gaplar juda tez-tez uchrab turadi. Tosh buyrakdan to siydik kanalidan chiqib ketgancha moyak sohasiga ham kuchli og'riq berishi mumkin. Keyingisi issiq joyda ishlaydiganlar. Aytaylik, nonvoyxonada, saunada yoki boshqa issiq temperaturalar kimyoviy zavod, ishlab chiqarish maishiy texnika zavodlarida ishlaydigan, issiq joyda ishlaydigan insonlarning ham moyagi juda tez-tez og'rib turadi. Moyakni og'rig'ini qoldiradigan yagona dori vositasi mavjud emas. Aytmoqchimanki, moyagingiz og'risa borib aptekadan shunday dorini olib ichib yoki svetcha qo'yib, ukol olib, moyak og'rig'ini qoldirishga harakat qilish mutlaqo xato yo'l. Avvalambor tashxis qo'yish kerak. Oddiy UZI Doppler tekshiruvi 10 tadan 8 ta moyagi og'rigan bemorga aniq tashxis qo'ya oladi. Ayrim bemorlarda qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinadi. Misol uchun, spermogramma tekshiruvi yoki kichik chanoq a'zolari MRT tekshiruvi yoki qondan bruselloz infeksiyasini tekshirish kabi qo'shimcha kasalliklarga aniq tashxis qo'yish talab etiladi. Keyingisi qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda nerv o'tkazuvchanligi bilan neyropatiya bilan bog'liq muammolar bo'lganligi tufayli moyaklar sohasida tuzalmas, surunkali, uzoq davom etadigan og'riqlar vujudga keladi. Keyingisi psixologik faktorlar. Ko'pchilik insonlarning moyagi, aytaylik beli, infeksiya hamma tekshiruvdan o'tkazdi sog'lom, bunda psixologik yondashuv talab qilinadi. Ko'pchilikning psixologik muammolari tufayli moyak sohasida og'riq paydo bo'ladi. Aqliy rivojlanishdan orqada qolgan ruhiy kasalligi bor insonlarda ham moyak og'riqlari bilan yoki moyakda hajmi, kattaligi, boshqa nuqsonlar bilan bog'liq muammolar juda tez uchraydi. Ko'pchiligi aslida moyagi sog'lom bo'ladi, ruhiy kasalligi tufayli qabulga murojaat qilib keladi. Yosh, hali uylanmagan yigitlarga kichik bir tavsiyam, qizlar bilan gaplashgandan keyin, aytaylik telefon orqali yoki jonli muloqotdan keyin, qo'l ushlashdi yoki telefondan behayo rasm, videolar tomosha qilgandan keyin o'z-o'zidan moyaklar sohasida og'riq paydo bo'lyaptimi? Bu ko'pincha urug' dimlanib qolish yoki prostata dimlanib qolishining belgisi. Bunaqa bemorlar o'zi kirib 5 ga 1 da uradi, 5 ga 1 urgandan keyin og'riq yo'qolyapti deb murojaat qilib keladi. Moyaklar bekordan bekorga og'riq berib sizni bezovta qilmaydi. Shuning uchun aniq tekshiruvdan o'tib, keyin o'z muammolaringizga yechim topishda maslahat beraman. O'z boshimchalik bilan moyakka issiq bosish, sovuq bosish, moyakni ko'tarib qo'yish yoki osiltirish, qanaqadir yukla osish, massaj qilish, mas surtish, po'y yog'i, yod yoki har xil narsalarni surkashni mutlaqo tavsiya bermayman. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'ymanglar. Bitta yoki ikkita moyakdan ayrilib qolgan bemorlar ushbu kasalliklarning oqibatida juda ham ko'p. Moyak erkak kishining eng nozik a'zosi. U bekordan bekorga og'rimaydi. Og'ridimi, shifokorga murojaat qilib muammoni hal qilish kerak. Shoshilinch ravishda. Agar sizda ham moyak sohasidagi og'riqlar, diskomfortliklar, tortilishlar kabi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bizni quyidagi raqamlarimizga yoki klinikamizga tashrif buyurib, tekshiruvlardan o'tib ishonchli davo topishingiz mumkin. Havola ostida telefon raqamlar, sayt, Telegram, Instagram barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.